Assalomu alaykum. Nima qilyapsan? Qornim ochib ketdi dada. Zo'r muzikada tez kunda to'y bo'ladi deyapti oya. Bu xonandani hamma ishlasi yaxshi. Ha, ayniqsa ota haqidagisi zo'rda buni. Yomonsan. Tamam, ot. Mayli. Ha, kim ekan? Sindoshim to'yga taklifnoma berib ketdi. To'yga dada. Ha, yo'q, borish kerak bo'lmasa. Eng oxirgi sindoshim ham uylanyapti demoqchiman. Qarang, qanday baxtli dada. Ha, eng oxirgisi bo'lsa teng bo'lib borishim kerak. Uydagilaringizga yetasizmi yo'qmi? Bizanikiga sovchilar kelib yotibdi. Aytayman, tushunishmayapti-da. Siz baribir tushuntira olmaysiz. O'zim borib aytaman ularga. Ha, Qatiq olmaysizlarmi? ha, olamiz. Qani? Qolmadi. Hozir olib kelaman. Alo. Ya. Yo'q, hali uylanman. Endi 28 ga kirdim-ku. Uzr, brat, qo'lim ketib qoldi. Mayli. Oyi, dada. Ha, o'g'lim. Sen biz hech narsani sezmaydi deb o'yladingmi? Yo'q. Biz anchadan beri oying bilan shuni o'ylab yuruvdik o'zi. Bilamiz, 28 ga kirding. Yolg'izsan, zerikyapsan. Shuning uchun biz oying bilan o'ylab ko'rib bir qarorga keldik. Aytamizmi? Xo'sh. Biz senga uka olib kelib bermoqchimiz. Uyaltiring menga.